bosh doktor bilan ko'rishishiga yo'l qo'ymayman. Hoziroq qorangni o'chir. Qanday hadding sig'di? O'g'limni qo'li shikastlanganiga sen aybdorsan. Hoy, yana tuhmat qilmoqchimisan, ha? Aybni ham menga to'nkayapsanmi? O'g'ling bunchalik notavoy ekaniga kim aybdor, ha? Buni menga nima aloqasi bor? Bugun sen bilan janjallashni istamayman. Yo'qol. Aytdim-ku, bugun shu yerdaman va bosh doktor bilan ko'rishingga yo'l qo'ymayman. Men ham senga aytdim. Bosh doktor bilan ko'rishmasam bu yerdan ketmayman. Yeshanshing, noinsoflik qilishga qaror qildingmi? Sizlar nega qarab turibsizlar? Qani? Iltimos, hoziroq bu yerni tark eting. Men shunchaki bosh doktorni ko'rmoqchiman. Bosh doktorni ko'rishim bilan darrov ketaman. Yeshanshing, yaxshilikcha gapirganini tushunmaysanmi? Bu yerda qorangni o'chir. Ahmoqlar, hammangiz ahmoqsizlar. Ular chindan ham to'ng'ich nevaramni izlashyaptimi? Janob, qon bosimingiz zo'rg'a o'ziga keldi. Bunchalik qattiq xavotirlanmang. Aks holda miyangizga qon quyilishi mumkin. Shuni bilib qo'ying. Qon bosimim pasaydimi yoki yo'qmi bilmayman, lekin to'ng'ich nevaramni topishmasa tirik qolamanmi-ki? Mana bu katta savol. Bilib qo'y, agar meni jonimdan to'ydirsang, birinchi bo'lib seni o'zim bilan olib ketaman. Narigi dunyoda shaxsiy doktorim bo'lishda davom etasan. Yo'q. Sizni xafa qilganim yo'q. Bosh doktorni ko'rishni istayman. Bu yerda kim qichqiryapti?